ro'zaga beriladigan ajr. Kim yolg'on gapirishni va unga amal qilishni qo'ymaydigan bo'lsa, uning taomi, sharobini tark qilishlikka Allohning ehtiyoji yo'qdir dedilar. Qarang, dinimiz va islom dini ta'limoti bo'yicha aytiladiki, musulmon inson tilini doimo yolg'on so'zlardan, behuda gaplardan o'zini tiymoqligi lozim bo'ladi. Ro'zador musulmon uchun esa bu ta'kid yana ham kuchli bo'ladi deb. Ulamolarimiz aytishadiki, mana bu hadisi sharifdagi yolg'on gapirishga nima kiradi desa, g'iybat qilishlik, chaqimchilik qilishlik, ig'vo qilishlik, bo'xton, mana shunaqangi yomon so'zlar kiradi deyishadi. Shuningdek, unga amal qilish deganda Alloh taoloning va uning rasulining noroziligiga sabab bo'ladigan har bir ishni qilish tushuniladi deyiladi. Demak, azizlar, ro'za tutgan odam o'zini nafaqat taomdan, sharobdan, balki nomaqbul bo'lgan ishlardan, so'zlardan, amallardan o'zlarimizni tiymoqligimiz lozim bo'ladi. Zotan o'zini taom va sharobdan tiyib turib, yolg'on, ig'vo, chaqimchilik, g'iybat, bo'xton so'zlarni gapiraveradigan bo'lsa, noshar'iy ishlarni qilaverishlikdan nima foyda bor? Yoki uni och qolishligidan, chanqashligidan Allohning ehtiyoji bormi deyiladi. Afsuski, azizlar, hayotimizdagi mana bu haqiqatni unutib qo'yyapmizki, ichimizda ro'za tutib olib, kun bo'yi behuda gap so'zlar gapirib, yolg'on ishlarni qilib, nomaqbul ishlarni qilib, hatto oramizda musulmonlarning ustidan g'iybat qilib, bir-birini chaqimchilik qilib, yolg'on gapirib, bo'xton gapirib, mana shunaqalar yo'q emas. Shunday ekan, har birimiz yolg'on so'zlar, unga amal qilishlikdan, ro'zani savobini ketkazishlikni mutlaqo unutmasligimiz lozim bo'ladi.